Mana shu kishi ustida. Halol bo'lsin. O'ylaganim emas, mana o ertak nimani ham ko'rasiz, men qo'lchiq mana shunday harakat. Qo'y shonim. Nechta jo'natdi? Men 3 yildan bo'ldi film staylayman. 4 dona tayladi shu kuni, dushanba kuni ertalab 4 dona tayladi o'g'lim. Ayvonga yotuvdim, shunday tayladi maktabga ketdi. Akasi chaqirdi, bo'g'ishlarni kel dedi. Uyimdan 100 metr, 200 metr pastga chiqib o'tirdim. Maşallah, zo'r o'tdi. Yana menga nima Shoman. Endi o'zim Samomozorga. O'zingiz qayerda? Shahrizmon. Ismingiz? Alo. Tezkor davlat urug'ga kiribdi. Nechta 29da bo'ldimi? Amak uzrda bitta savol, kimdir aytdi shu qabriston qorovul ekan dedi. Rostmi shu gap? Rostmi? Rahmat aka, Xudo berib haqiqatan alolingiz bo'lsin lekin. Rahmat Qabr aka. kavlatganlarga choy qilib beraman. Xudoga yoqqan tarafingiz ko'p ekan amakjon. Mashallah zo'r ekan. Qabringiz ko'changizmi ishlaydi amalda? Qayga? Shu Nazoratga yurdim ishlar. Qaynog'am ishlagan. Qaynog'am aytdi-da, pochchamga chiqdi. Hozir ko'chada ko'rdingiz. Qaynog'am bilan akalarimiz Xudo beribdi bu kishiga. Shogird bo'lganman, birov kelsa siz borgan birdan qabrdan narsa. Xudo berib shu odamga. Halol bo'lsin lekin. Hammaga Xudo ziyoda qilsin. Assalomu Obodonchilikda men nazoratga qarovul. Shahrizmondanmi? Voray bilsam. Okey, qayerda jamoat?